Assalamualaikum qadrli do'stlar. Ko'rayotganinglar Xinjiang san'at to'ri bu yil yangidan ta'sis qilgan bizning Uyg'ur jamiyatimizdagi bir qism ijtimoiy masalalar va xalq izchil ko'ngil bo'layotgan bir qism qiziq nuqtalar nisbatan eng ilg'or nopusliq ideyalarni tashviq qilishni asosiy maqsad qilgan Umid Paranglar programmasi. Men bu programmaning riyosatchisi Akbar Ahmadjon Sabiri. Qadrli do'stlar, hammamizga ma'lum, jamiyatning qanday taraqqi qilishiga erishib, hozir to'r va undidor bizning turmushimizga singib kirdi. Buning bilan har oyda, har haftada, har kuni degidek bir qism masalalar kishilarning diqqatini tortmoqda va bu masalaga nisbatan qizg'in bas munozara tushmoqda. Biz Xinjiang san'at to'rining takliflik obzorchisi ham Xinjiang televiziya stansiyasi ko'ngil so'z programmasining film ishtirokchisi ko'z ko'ringan atoq riyosatchi Umid G'ani apandini mush programmani taklif qilish orqali uni atrofli va cho'nqur mulohazalar orqali bu masalaga javob topmoqchi. Umidga sizni qizg'in qarshi olamiz. Undaqda bizning bugungi mulohaza qiladigan parang temalarimiz munda uch jihatda. Birinchisi kitob o'qish yili va kitob o'qish to'g'risida. Ikkinchisi bizning Uyg'urlarning shu tanqid pozitsiyasi haqida. Uchinchisi alim-olim masalasi. Undaqda suhbatimizni boshlab ketsak, Umidga va hammamizga ma'lum shu 2014-yilning oxirida, 2015-yilning beshida shu har qaysi to'rbatlarda to'rdoshlar shu 2015-yilni kitob o'qish yili qilish haqida qizg'in bas munozara tushdi va nurg'un kishilarning bu diqqatini tortdi. Men shunga bir astoydil muomalada qardimda, chunki men intayin kitob o'qishga amroq kichkindan tortib. Sizning kitob o'qishga amroq deyman. Odatda qanday kitoblarni o'qishni yaxshi ko'rasiz? Odatda meniki bu kitobxonada men kitob olgan bir kichik shu kitob jozisida birisi falsafa, psixologiya, jamiyatshunoslik, shu sohadagi yangi chiqqan kitoblar, yangi mazmundagi asarlar bo'lsa, men ashuni qiziqaman. Ish qilib bir haftada bir haftadan beri shu kitob o'qiyman. Demak, sizning asosiy o'qiydiganingiz shu psixologiya bilan falsafaga oid kitoblar. Endi hamma odam o'z qiziqishiga qarab turib, o'zining shu o'z yoqtirgan kitoblarni o'qiydi. Lekin har bir odamningki kitob o'qishga maqsad o'qishmaydigan deb qarab olsa, ba'zida o'zining ishqini chiqarish uchun o'qiydi ekan, ba'zida vaqt o'tkazish uchun, ba'zida ham kitob mening yaxshi do'stim deb turib o'qiydi ekan. Endi sizga nisbatan kitob o'qish nimadan darak berdi? Kitob o'qish men uchun nimadan darak berdi? Kitob o'qish bu dunyodagi nurg'un ishlarga berilgan inoqlardan bunda bir inoq bor. Bu dunyo sonsizlagan odatlarning yig'indisi edi. Shular bo'lganda kitob o'qish men uchun bir odat ish bo'ladi. Lekin intayin ilgari, ya'ni bundan 20-30 yillar ilgari men bir nayt sabiy bola vaqtimda kitob o'qish men intayin qiziqadigan bir ish. Nima qiziqadigan ish desa, kitob o'qish orqali men kelgan bu dunyoninki zoti bir qanday dunyo ekanligini tushunish meniki intayin cho'ng maqsad. Shunga men shu chog'da qanday kitob bo'lsa, cho'qim izlab o'qishni birinchi maqsad qiladi. Lekin ayni vaqtlarda kitob deb yomon test beramiz. Kichik vaqtlarda yilda bir ikki roman chiqadi. Shu romanlarni izlab o'qiydi. Shunga ma'lum bo'lganda kitob o'qish bir odat. Demak, sizga nisbatan kitob o'qish odatdan darak emas. Umidga yaqinda shu yilning beshida yana bizniki ishkirdagi natiq deb nomlangan Nurali va yoshlanmashidan natiq programmasiga qatnashib nurg'un yaxshi baholarga erishgan. Shu yaqinda Xinjiang televiziya stansiyasida bir nutq so'zlab kitob o'qish haqida. Bu nutqida bu kitob o'qishning yaxshi taraflarini do'stlarga deb berish bilan birga mundaq bir gapni qildi. Bizniki shu Jumgoniki kitob o'qish, kishilarning kitob o'qish nisbati intayin tuvan ekan. Yahudilarniki yilda 70 ga boradi ekan. Bizning Jumgoniki bo'lsa o'tirchi hisob bilan 5 kun bormaydi ekan. Shuning bilan Nuralining bu gapini anglagandan keyin nurg'un to'rdoshlar, to'rbatlarda o'ziniki shu yoki undidorlarda o'zining kitob o'qish planini tuzib chiqib, men yilda 30 kitob o'qiyman, 40 kitob o'qiyman, hatto 100 kitob o'qiyman deganda ko'rib uchratdim. Endi siz mush masalaga qanday qaraysiz? Bu yil shu undidorda rost degandek kitob o'qish yili qilmaymiz, bu yil cho'qim kitob o'qimasa bo'lmaydi degan uchurlar taqdi. Endi men bu kitobni uchurning taqdirini aytdan xo'sh bo'ldim.
Bay aytgandek bay uçur meningce hammadan algan uçur. Dünyada mesela ilgar milletler, meningce bu Yahudilar emas, belki Avrupalılar. Avrupalılar günü yılda 50-60 kitap okuş seviyesi var meningce. Çünkü biz her qanday vaqtda mayli aydırım bulamdı, yoki poyezddan so'lam har qanday biz chet ellik o'zi kitap o'qiyapmiz. Ular uchun sayohatga chiqish bir kitap o'qishni yaxshi ko'rishdi. Men 2 yil oldin Beijingga o'rib turib keldim. Beijingga nima qildim? Biz kitap o'qidim. Bu menga kitap o'qishni yaxshi ko'rsatdi bo'ldi. Ben qaytib kelgandan keyin o'sha Şinjanga kelgandan keyin, Şinjanda bizning xalqlarniki zodi faqat kitap o'qimaydi ekan deb his qildim. Bay aytgandek Cumhuriyetlarning seriyasi 3 kitap dedi. Bir yilda 3 kitap o'qiydi ekan dedi. Bunda aytgan joyda taxminan mening bu kitap o'qishim 5-6 ga yetishi mumkin. Bir yilda 5-6 cho'ng kitapni 5-6 o'qishim mumkin. Endi bu nima desa, meniki seviyem herhalde Cumhuriyetlarning bilan sal o'xshaydi. Uyg'urlarning jamiyatiga kelgan chog'da men o'sha kitap rasman 0.1 o'qigandek kelayman. Yani %1 demesek bo'lmaydi Uyg'urlarning. 0.1 o'qigandek kelayman. Chunki men bir qator o'sha hozirgi Shinxonalning to'piste manga chog'da o'sha Nur yo'lini qiziq kelgan vaqtda shu yerda bir ketib men bir kichik kitobxona ko'rib qoldim. Men 200 kvadrat metr kelgan bir kitobxona ko'rib qoldim. Tuyuqsiz men bir yerdan chiqib, shunday kitobxona ko'rib qilib, shu yerga kirib baqdim. Bu kitobxonada kirsam, kitob sotadigan yerda bir qiz bola o'tirdi, Uyg'ur qiz bola. Ichida bir madam yo'q. Shundan kichik liq kitob turdi, kitobxona. Ichiga shunda kirsam, aka ishingiz bormi dedi. Shundan men choy jaslatdim deb qo'ydim. Kitobxonaga kirsam, kitob sotadigan qiz bola ama kitobxonaga kirsam, aka ishingiz bormi dedi. Demek ki o kız ecel günde otururken bir kitap okulup birisi kirse hayran kaldık o kız. Ben şu çağda hayran kaldım. Demek kitaplar odağa neden kitap sıklıklar neden kitap okulu kirgen neden hayran kalsa demek bizdeki Şinjan'daki kitap okuş seviyemiz hakikaten mesela ben Beijing'e baktım ama Beijing'de bu kitap bankırsa ya devlet kitapxonasında durgu vakti devlet kitapxonasında ötü bir yerdeki adamın çıklığı adam tinip boğulmaydı. Adamlar Türk'üne kitap okuyor. Ya da birisi bu şu kitap kafi kitapxona, kitap kafirxonasi. Her qanday bir kafirxona kirsan çoxum kitap var. Kafi işkeş kitap okuş. Bu en intayin olunlaşkan bir hadise. Şunlaşka ben Uygurlarda turuncu qıtım bu şundaq bir kitap okuş, kitap okaylı deyen gapning o'tirib chiqqanligini qo'shildim herhalde. Bana ne çıkırdım, ne telefonda geldi, nurg'un faoliyatlar oldu. Şu kitap okuyan faaliyatlarda kelib bersangiz deb. Shundan men deb qo'ydim ularga. Men faoliyatingizga boramayman, men kitap o'qimoqchi deb qo'ydim. Shunga bizning jamiyatimizda bu kitap o'qish degan gapdan keyin bir chiqishning o'zi ham menimcha. Cho'ng bir ilgirlashib keldi hozir. Menimcha bütün Uyg'urlar Uyg'ur kitaplarını okuması gerek. Yarım çıkıp çıkan kitapını. Siz hazır en ahırı 60 dolar çıkıp senet hakkında en ahırda ne maksat geldiniz desem ben Uyg'ur senetini dünya kurulmak olduğunu dedim. Şu an nazariyetini sordum. Sizler Amerikalıların dünya kurulmak için ne desem? Ya bizim dünya konuşmaksımız yok. Bizim dünyanın konuşmaksımız var dedi. Biz Uyg'ur milleti olmasımız gerek. Biz yer şarı kuralıştırışımız gerek. Vay azizim bana. Vay siz tilimsiniz mi? Ben tilavatım riyasetçilerini aldı. Tilamayı bize riyasetçilerini. Biz şundan, bazı şundan yaxşı emas tilmanı işlevatımız. Bu zaten karşı tarafını tanqid qilmoqchi mı? Yoki karşı tarafga hücum qilib, uni vayron qilmoqchi mı? Cevap beraymi? Qanday qilish kerak? Qanday seviye hazırlash kerak? Tanqid qilmoqchi bo'lsam mesela. Meni bir tashabbusim bor, ha? Meni bir tashabbusim bor. Nima desa, butun Şinjanda biz G'o'ljuning chaqchaq ro'yini umumlashtirishimiz kerak. Sen Mahmud Qashqariy undan vaqt verme. Mahmud Qashqariy degan bir shu bir lug'at yozgan odam bo'ldi. Harvard chiqib 1000 kitob o'qisangiz-mi? Agar siz ideengizni to'g'rilayapsiz, siz mag'lub. Turkologiya tadqiqotida Xutatqo'y Belikninki
muhimlik derecesi undaq əli bağlıdır. Mümkün işiydi. Yusuf Hasancı peylazo demez diye söz yaptırdım ben. Biz andaq qozmayız. Biz millet andaq, biz millet mandaq deyin getdiler, meni dekişet kişinin qiyibdə. Ben hazır dedim mesela, əli bağlının hadisi bizdeki en yaxşı bir başlanış. Biz buna ait qoşqullab qabul qilishimiz kerak. Demek Ümit'e sizden hazır gepinizden şunu his qildim ben. Demek bizniki hazır Uygur okurmenlerinin o seviyesi intayın tüvenen. Onun için bizniki yazgıçlarımızın o seviyesi yanı tüven bulmaktan. Hem de lekin nurgun okurmenler, nurgun tordaşlar bu yıldaki kitap okuş yılı kılındıqalıqını ben qo'shib ketdi. Lekin işte qo'shib olishning o'rni bormi sizce? Kitap okuyla deganning o'zi bir yaxshi gap emas. Kitap okuyla desin hamda herhalde. Lekin menimcha bu gapning o'zi yolg'on gap. O'qimaydi hech kim menimcha. Deb qo'yganlar o'qimaydi. Shuning uchun kitap okuyla demasdan to'xtab turib, bu shu vaziyat, jamiyat, dunyo haqida bir izini baqay deydigan o'yimiz kerak odamlar uchun. Bir xil bu dunyo nisbatan bir xil qiziqlik bo'lishi kerak. Bu qiziqlik pozitsiya bo'lishi kerak. Bu şu pozitsiya bo'lgan chaqda anandaki onun tadbiq yuzida kitap o'qiyman deganni qilmaydi o'jar. Menimcha bu kitap o'qiydi degan odamlar eng kitap o'qimaydigan odamlardan kelyapman. Kitap o'qiydi degan odamlarning kitap o'qiydi degan vaqti yo'q. Kitap o'qiyotgan odamlarning. Shuning bu shu tabiiy bir odatga aylanib ketish kerak. Men shuning tashabbus qildim. Bizning Uyg'ur yoshlar çokum bizim neşriyatlardan çıkan dünyavi nadir eserlerdeki tercümesini okuş gerek. Yani birisi hazır Hanzucu hemmedendeki seviyesiydi Hanzucu kitap okuştan. Hanzucu'da dünyadaki kitapların hemmisi var. Hatta beni de Germaniya doktorluk okutan bir ağıyla bir kitabını tapamaya Germaniya'nın özünü. Germaniya'da Nietzsche'nin bir kitabını tapamaya biz onun Beijing turşudan evet belgem. Hanzucu'da dünyadaki kitapların hemmisi var. Şu açıdan Hanzucu okuş seviyesiydi. Mesela andaki yeni bir mesele ben bayağı gittim. Biz çoğum özümüzün idisi doğru gelmeyene eserlerden okuşumuz gerek dilimizin özü. Mesela ben aldığımdan nadir eserlerden okuşumuz gerek. İdimiz şeklinde kovadık ki idimizin zıt eserlerden okuşumuz gerek. Mesela ben aynı vakitte 14 yaş vaxtımda Kur'an'ı okup bakkandım. Zaten nimedeydim o eserde. Dünya bu şundak tesirindeki eser zaten nimedeydim okumandım. Andaki ben daha şimdi Pütüre diyeceğim İncil'i okudum. İncil'nin təsiri 2000 yılının yağı insaniyet gözetken təsiri dəhşət çok bir əsər. Ondan sonra İncil deyildi. Biz oxuşumuz gerek. Niçin okumaydı? Ve Uygurların içinde xeyli danlıq, monument degan danlıq, avangard bir yazğıcıdan bir gapdan aldım. Kur'an'ı yatıqıdım okudum dedi. İncil'ni uyumda turardı, okumayı taşım ettim ayaklıklar olduğu şekilde. Eyviran kaptım. Öyle bir Muşundaq bir əsərdə zaten ne demək için Muşundaq insanı təsvir etdiyi əsərinin idis nimo deyilən bir nəsə oylab yox kerak. Şuna biz bizdə Muşundaq bir rubay etqanda zaten biz dünyanı düşünüş üçün bay etqan məsələ üçün. Biz turaqlaşqan, mükemmelleşken ideyalarımızda məsələ babı yox üçün bayındakı əsərləri çox oxuşumuz kerak. Demek siz Kur'an'ı okudunuz, İncil'ini okuyup gördünüz. Nom'unu okuyup bakmışsınız? Nom ne? Buddizm hakkında biz nurgun eser okuyoruz. Çünkü biz Ali Mektep'te Kadim Uygur Tili okuyumuz. Kadim Uygur Tili'deki nurgulluğun eserlerini okuyumuz. Biz şunun da bu Buddizm'deki Uygurlar yazılı eserler kullanıyoruz. Mesela İşkitikinin hikayesi diye eserlerin hangisinde Buddizm'deki ideyalar başında. Onun başka ben bu Buddizm mesela Sakyamı'nın neziriyesi nurgulluğun mesela şu liseler katlaşkan. Nurgul liselerden olur. Demek bir kişi fakat bir çekimlik, dairlik içinde bilimimiz çekinip kalması gerek. Ama bilimini yapış gerek, özünü teknik mükemmelleştiriş gerek. Şuna ondan başka biz ma'lum bir yilni fakat kitap okuş yili deb belgilab bilib, mesela 2016 unda deyilsa, agar 2016 yili biz nima ish qilamiz degan o'yinish to'g'ri keladi shundaqmi?
o kitap Şunaşqa bu bir yılda kitap okuyan yılda keler yıl oynayayım dese olmaydı da. Bir yıl taza okuyup keler yıl taza oynayayım diye maşallah kitap okuduğumuzda. Şunaşqa biz sizin için toxtamayımız degan ideyada okuş gerek. Burada kitap okuş ve kitap okuş ile hakkında yaxshi munozirlashdik. Undaqdan shu bugungi bizningki Umid Paranlar programmasiga qatnashgan tomoshabin do'stlarniki mushu yerda so'raydigan savollar bo'lsa, bir olib qolsak. Bormi savollar? Ben bir gapni baqab o'tdi ya. Kitap haqida. Bu to'g'ri kitapni boya aytgandek biz Uyg'urlar kitap o'qish kerak, kitap o'qish kerakmi? Kitap o'qish kerak. Meningcha boya men degandek asarlarni, undan kitaplarni eng yaxshi o'qimaslik kerak. Mesela bazı asarlar hatta insoniyatni, odamlarni zaharlash mumkin. Mesela aynı vaqtda Hitlerning Mening kurashlarim degan bir parcha asari 30 million nemis yoshlarni zaharlab ketdi. Bazı asarlar zaharlaydi odamni. Bazı kitaplarni o'qimaslik kerak. Demak, bu yergi maqsad gap nima desa, Uyg'urlar birsi kitob o'qish kerak, yaxshi kitob o'qish kerak. Yana birsi o'qish kerak, tafakkur qilish kerak. Men ma'nosini tashabbus qilmayman. Kitob o'qib tafakkur qilmagandan keyin hech qanday ahamiyati yo'q. Mening bir og'ayim bunda degan. Mening bir inim bor deydi. Haftada bir kitob o'qiydi deydi. Bu 4-5 yil bo'ldi deydi. Haftada bir kitob o'qiydi, hozir 1000 parcha kitob o'qiydi deydi. Ammo hech nima bilmaydi deydi. 1000 parcha kitob o'qilib, hech nima bilmasdan iborat bu natijani olish oson ish emas-da. Bu degan alomat natija. Demak, nima desa, kitob o'qiydi, tafakkur qilmaydi. Ben bir qator bu Uyg'urlar jamiyatiga xeyli katta bir ziyoli bilan paranglashib qoldim. Bir so'rinda munozirlashib qoldim. Munozirlashib qolsam, bu yerda munozirlashib fikrim bu yerda boshqa adamlar bor. O'shalar past ko'zga tushib, bu yerda yig'ilib qoldi munozir. Yig'ilib qolgandan keyin shundan bilan 2 kundan keyin menga duanshinab o'tibdi. Fuchurab o'tibdi. Umid deb bersangiz siz qanday kitoblarni o'qiysiz dedi. Şuna ben qaytadan cevap verip koydum. Ben okuduğum kitapların ismi Ümitler neydi? Keyin cevap yazmadı. Belki benim ses yapmadım deb o'ylagan bo'lishi mumkin o'zi yani. Lekin bu gapni keyin tushunsa, ben kitap mendan qabul qilgandan keyin, andan keyin uni tafakkur qilmay, tahlil qilmayman. Tahlil qilish orqali andan keyin undan yangi ideya, yangi tonishlarni hosil qilaman. Shunga kitap o'qish, tafakkur qilish. Menimcha intayin muhim narsa. Shu boshqa Uyg'urlarda bizga iloji mashhur birsini ko'rgandim. Haftada bir kitob o'qidim endi. Haftada bir kitob o'qib, oxiri hech nima bilmay keyin iloji oylik ketganini ko'rgandim. Shu boshqa cho'qim tafakkur qilish. Bu tafakkur degan nima desa, bu tafakkur degan yer shari insonlar faqat birlar. Şu bir insanların 3000 yılının hayatı umumlaşkan, intayın toğra yetekçi olayotgan ölçemler var ya. Şu ölçemlerden maskelandı gelmem. Bu şunda bir en toğra ölçemli tipi yaş kitap okuşun asası. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Yaxshi fikrlar bo'ldi. Biz pastliklar bek hayajonlanib turibmiz. Ham sizdan bir savolim bor edi, so'rasam. Sizning yaxshi kitoblar qo'ydigan o'lchamingiz bormi, yo'qmi? Bir gapni balki hammadan aloqa bo'lishilar mumkin, ha. Vaqti kelgan chog'da bir roman, bir jumla so'zdan ifodalandi degan gapni hammadan aloqa bo'lishilar mumkin. Yoki bir roman, bir abzasdan ifodalandi degan gapni hammadan aloqa bo'lishilar mumkin. Şunlaşka, ben burun aşı romanlarını okuyan çağda, en ahırda tüygen çağda hiç kandak idisi yok, hikayeyle tüygen, yenilik yok. Bizim gıdıklayılan bir nersi yok eserlerini okuğa vaktinde, azadın hakkında vaktimiz israf etmedi. Şunlaşka, yaxşı eser diyen bu nersi neyim olsanız, bu kitap hikaye diyen neyim o? Hikaye diyen materyal o. Bu materyalın en ahırsı ne demekçi?
sizning ideyangizga g'idiqlamoqchi yo'q. G'idiqlayaptimi, g'idiqlayaptimi? Shunga burun mesela insanlar jarayonga ko'ngil beradi. Hozircha insonlar eng oxirgi nishonga maqsad ko'ngil bo'ldi. Shunga bizning dramalarimiz yo'qolib ketdi hozir. Drama yo'q hozir, shundaymi? Nima itot bo'ldi hozir? Chunki 5-6 qismli farkli dramani hozir 5 minutning ichida itoti davlida hozir. Xalqning hammasi aldirash hozir. Uni o vaqtini, uni jarayonga ko'ngil berdi, xalqning ikat. Men baydedim bu nima uchun desangiz, bu bozor egalik jamiyatidagi yeziqchilik shaxsiy faoliyat. Siz bir dramani o'lgida yaxshi izlasangiz, bu sizning shaxsiy hikoya yetish jarayoniniz o. Siz o hikoyani nima demoqchi? Demak, bu yer nima desangiz, sizning ideyangizda g'ulg'ul paydo qilgan kitap o'qishlar. Yaxshi kitob bo'ldi. Ham shunaqla siz o'ylab beqing, sizning turaqlashgan ideyalaringizni buzalanib buzaman. Menimcha yaxshi kitobni o'lchimi. Sen zig'irlab qolgandek bunda agar biz o'qimasa buni yaxshi kitoblarni qanday bilamiz demoqchi bo'lsak. Yaxshi kitobni yaxshi kitoblarni ayirib bo'lamiz. Ayırgı oldu. Mesela ben bayatkandak ben Kur'an'ı okudum. Şuna bak. Bir İncil'ini okudum. Demiş ki bu kitap nemi için dünya şuna tesir gösterdi. Unuttum başka. Mesela biz Marx'ın eserlerini öğrendik. Tamam? Biz Marx'ın eserlerini öğrendik. Marx'ın neyse madde birlemci, angliş kelimci değil. Biz neymiş Biz Marx'ın eserlerini aynı vakti otomatik bir beklet kıldı. Neymiş kaçta değil dedi. Marx şunda nazariyen oturup koygaçta cemiyet şunda tesir kıldı. Hoş, onda olsa angliş birlemci, madde kelimci edeb var mı yok mu? Biz onu okuyup yakışımız gerek. Aşında ideyanı oturup koyup insaniyette gayet zor tesir etken eserler var. Mesela yakın modernizm edebiyatında. Şuna biz insaniyetin medeniyet tarihi şunda alıp kararsak, biz yaxşı eserlerin qanday eserleşkenligini, insaniyet tarihi qanday tesir etken eserleşkenligini bilimiz, anlayımız. Hem bir yerde uçurunun geliş mənbəsi var. Çoxum, sizge bu uçurunu təminləyücü adam menimce en yaxşısı naydı, avantgard oluş gerek. Çoxum 19 yaşında roman okuş gerek. 19 yaşında aşkan dedim, menimce roman okuşun da acıdı. Adamın kafası ambar emas, hem de ekip koyuyorlar. Sen onu kallanıp mehman sana kaydanışın gerek. Sen yaxşı kıymet gidersen ekip koyuşun gerek. Eğer sen hep dersin okuyorsan ambar kaydanışın kaldığı o gibi. Bizimki Uygur ballarda bir mesele var. Ne bu dese, mesela bir kitap eğer onun ilgisi doğru gelse okumaydı. Qandaq qilish kerak. Unda bo'lsa bir o'qishida 1000 kitobda deydigan kitobni o'qish.